odamlarni bitta ishini aqlimga sig'dira olmayapman. Qanaqa ish ekan u? Odamlar oldin daraxt kesib, undan qog'oz qilishadi, keyin u qog'ozga tabiatni asrang deb yozib ko'chada tarqatishar ekan. Ha, ko'rdim men ham. U qog'ozni odamlar o'qimasdan sal yurib axlat idishga tashlab yuborar ekan. Men ham shu aytibman-da, odamlar daraxtlarni shunchaki axlat qutisini to'ldirish uchun kesishar ekan. Bu odamlar hozir reklama degan narsani o'ylab topib har narsa qilishyapti. Mana biz maymunlar bir-birimizni hidimizdan va ovozimizdan taniymiz. Odamlar bo'lsa bir parcha qog'ozdan tanir ekan. Qanaqasiga qog'ozni hidlaydimi? Yo'q, odamlar uchrashganda bir-biriga bir kichkina qog'ozcha berar ekan. Unda ismi va raqami yozilar ekan. Agar u qog'ozchani yo'qotib qo'ysa-chi? Agar yo'qotsa bo'ldi, u odamni topolmaydi. Chunki xotirasi shu kichkina qog'ozga bog'langan. Kecha bir do'konni tepasida tishlangan olmani rasmi turgan edi. Ichiga kirsam olma yo'q. Ko'rdingmi, reklama va logotipni kuchini hattoki seni ichkariga kirishga majbur qilibdi. Bunaqa reklamalarni kim qiladi? Shaharda eng zo'ri Aliprint. Ofisi ham eng kattasi va hamma narsalarni o'zligi chiqarishadi. Unda menga ham bitta logotip yasab berishsin, men ham o'zimni reklama qilay. Sen nimani reklama qilasan? Oldin qoyillatib odam bo'lgin, keyin reklamani o'ylaysan.